Bilasizmi? Nega hamma narsani nazorat qilgimiz keladi? Bir narsani nazorat qilmasangiz ichingiz yonib ketadimi? Psixologiyada nazorat qo'rquvdan keladi. Inson noaniqlikdan qo'rqqanda, yo'qotishdan, xato qilishdan yoki baholanishdan xavotir olganda ichki tinchlik o'rniga tashqi nazoratni tanlaydi. Existential psixolog Rollo May o'zining The Meaning of Anxiety, ya'ni tashvishning ma'nosi asarida shunday g'oyani ilgari suradi. Nazorat bu qo'rquvning niqobidir deydi. Uningcha, qo'rquv va xavotir noaniqlikka tabiiy javob. Muammo xavotirda emas, muammo uni ko'tara olmaslikda. Inson xavotirni ko'tara olmaganda uni nazorat orqali bosmoqchi bo'ladi. Rollo Mayning asosiy xulosasi shunday: nazorat qilish xavfni qabul qila olmaslikdan kelib chiqadi. Diniy g'oyalarda ham shu aytiladi. Mutlaq nazorat bu illyuziya. Ishonch va tavakkal qilish g'oyalari ilgari suriladi. Sen harakat uchun javobgarsan, lekin hamma narsa uchun emas. Ortiqcha nazorat ishonchning yo'qolishidir. Qo'yib yuborish esa yengillik beradi. Endi sizga savol: siz nimani qo'yib yubora olmayapsiz? Agar bu holat sizga tanish bo'lsa, like bosing. Nazorat qilishdan charchaganlar juda ko'p.